Orada bitta videosi o'xshab qolgan 10 millionmi prosmotr yo'q, 5 million prosmotr bo'lib qolgan bo'lsa, umrda yeydi endi u qiz ham yo o'g'il bola ham bloger debachcha. Men sizlarga uspeshniy bloger kursini ochdim. $500. Jiban bo'lish uchun ham $500 to'lab unga yig'ib oladi 7 ta qo'yni. U qo'ylar ham o'tiradi mana bunda. Otasini ham bunaqa vnimatini eshitmaganda jalab. Onasini ham bunaqa vnimatini, otasi uni kimdir biladi. Vajinoq ko'rinadi. Kastim shimni ham qattandir tiktirib, sahnada mikrofonlar bilan ani quloq yonag'ini tiqib oladi jalab. Как будто qo'l endirs bandda jalab, qo'l band biladi. Mana bu quloqqa tiqadigan narsamni og'ziga olib qo'yadi. Keyin vajni yurib qoladi, sahnada bundoq qilib vajni yurib. To'g'ri savol. Savolingiz yodingizda qolsin. Men bunga hozir podrobniyroq javob beraman deb qo'ydim. Yo bular jinnimi bular yo aqliy ko'rinishmi, aqliy ko'rinish sotishmi o'zi bu? Ketdikmi? Men qizishib ketdim o'zi. O'shaning uchun mumkin emasdan anga jonli efir qilish ko'rdim, men tom ketdi o'tdi o'sha. Nervli bo'lib qolyapman men. Yo'q, men o'sha tom ketib qolyapti shu borki biladi. Bitta webinarga boraylik. Webinarga boraylik biz ham jalab. Orada bitta videosi o'xshab qolgan 10 millionmi prosmotr yo'q, 5 million prosmotr bo'lib qolgan bo'lsa, umrda yeydi endi u qiz ham yo o'g'il bola ham bloger debachcha. Men sizlarga uspeshniy bloger kursini ochdim. $500. Jiban bo'lish uchun ham $500 to'lab unga yig'ib oladi 7 ta qo'yni. U qo'ylar ham o'tiradi mana bunda. Otasini ham bunaqa vnimatini eshitmaganda jalab. Onasini ham bunaqa vnimatini, otasi uni kimdir biladi. Vajinoq ko'rinadi. Kastim shimni ham qattandir tiktirib, sahnada mikrofonlar bilan ani quloq yonag'ini tiqib oladi jalab. Как будто qo'l endirs bandda jalab, qo'l band biladi. Mana bu quloqqa tiqadigan narsamni og'ziga olib qo'yadi. Keyin vajni yurib qoladi, sahnada bundoq qilib vajni yurib. To'g'ri savol. Savolingiz yodingizda qolsin. Men bunga hozir podrobniyroq javob beraman deb qo'ydim. Yo bular jinnimi bular yo aqliy ko'rinishmi, aqliy ko'rinish sotishmi o'zi bu? Ketdikmi? Men qizishib ketdim o'zi. O'shaning uchun mumkin emasdan anga jonli efir qilish ko'rdim, men tom ketdi o'tdi o'sha. Nervli bo'lib qolyapman men. Yo'q, men o'sha tom ketib qolyapti shu borki biladi. Bitta webinarga boraylik. Webinarga boraylik biz ham jalab.